66 ta xorijiy so'z o'rniga sof o'zbekcha so'zlar taklif etilmoqda. Misol uchun animal, noodatiy, bonus, siylama, brend, xosnom, lifehack, sara ichim, digest, qisqa xabarlar, deadline, so'ng muddat, dekoratsiya, sahna bezak, copywriting, tijoriy matn yozish, kriptovalyuta, kriptopul, mikser, xorg'ich, penaplus, pokak, penablok, pokak g'ish, penya, kechikma puli, rakvina, chanoq, rasprodaja, arzon sotuv, relis, qisqa lavha, suflyor, shivirchi, transkript, bahonoma, hashtag, kalit so'z, hostel, qo'noqxona, emoji esa imo. Yaxshilab e'tibor bersangiz, qo'noqxona yoki bo'lmasam imo so'zlari avvaldan ishlatilib keladi, lekin biz bir xilgi so'zlarni aytalmaganimizda boshqa tillardan olib, oliftagarchilik qilib ishlatamiz. O'zi aslida biz tilimiz juda ham boy til. Endi bu birlashma so'zlarga e'tibor bering, juda ham zo'r birlashtirilgan ekan. Misol desa, Eronni forschasidan qarangda. Sardor so'zi ham birlashma so'zi. Boshchi degan ma'noni beradi. Sar degani bosh degani. Dor bilan, ya'ni boshchi bo'lyapti. Biz ham so'zlarimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, arzon sotuv, misol, rasprodaja so'zini o'rniga arzon sotuv. Yaxshi takliflar menimcha. O'zingiz fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Siz uchun maxsus Turkiston News va Milliy izoh bo'ldi. Va men jurnalist Temur Ikromov. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Telegram kanalimizga ham obuna tashlab qo'ying. Ko'rishguncha.